Assalomu alaykum barchaga. Bugungi o'yinlarimizni boshlab oldik. Bizda Real Sam Aziz Birovga qarshi solo fight amalga oshiradi. Har doimgidek M306 rolida. Bir necha soniyalarda o'yin boshlanadi. Aziz do'stlar, YouTube kanalimizda obuna bo'lmasangiz kuzatayotganlar, iltimos obuna tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Har kun mana shunday chiroyli redim loyihalar amalga oshiriladi. Ma'lumot o'rnida o'yinchilar tanishib o'taman. Real Sam o'zimning jamoamda o'ynaydi va o'yinlarda Aziz Birov ham ahvolda, ya'ni random shaklda saralab olindi. Yaxshi, Real Samdan birinchi ochko. Aziz Birov ham emulyator ekan, uni random shaklda tanlab oldim va solo shaklda Real Samga qarshi. Yaxshi, Real Sam ikkinchi chiroyli clutch amalga oshirdi. Real Sam push amalga oshirmoqda. Niyati yo'q. Aziz Birov noto'g'ri harakatlar bilan navbatdagi ochko yo'qotish amalga oshirmoqda. Lekin Aziz Birovning harakatlari yaxshi emulyatorda bo'lsa ham hisob deyarli o'zgarish 4-0 katta. Yaxshi, 5-0. O'ylaymanki, Aziz Birov o'yinni davom ettiradi. Hozirda u o'zining nastroykasini to'g'rilab olmoqda, menimcha. Ko'p hollarda to'xtalish mana shuning uchun amalga oshiriladi. O'yinimiz davom etadi. O'ng tarafdan Aziz Birov sharni sezmayapti. Uning orqasiga Real Sam aslida uning zonasida. Real Sam ajoyib chalg'ituvchi harakatlar bilan navbatdagi ochkoni hisobga yozib qo'ydi. Chap tarafdan Aziz Birovga push qilmoqda Real Sam. Va Aziz Birovdan birinchi kill o'z hisobiga yozib qo'ymoqda. Albatta o'yinimiz yakunlangandan keyin Aziz Birov bilan muloqot amalga oshiramiz va keyingi matchlarda balki ular ham o'yinimizga taklif etib qolamiz. Yaxshi naklon ochdi va chiroyli damage'lar bilan Real Samni o'z hisobiga yozib qo'ydi. Navbatdagi kill Aziz Birovdan. Yaxshi, Real Samning low HP'dagi holatiga qaramay, u navbatdagi killni hisobga yozmoqda. Keling aziz do'stlar, yuqoridan o'yinchilarimizning pozitsiyalarini ko'rib o'tamiz. Real Sam ko'tarishni boshlamoqda va lekin Aziz Birov bundan to'g'ri foydalana oldi. Ochiq fight amalga oshirmoqchi edi Real Sam, nazarimda. Yaxshi, Real Sam navbatdagi chiroyli ochko. Uning low HP'dagi holati uni push qilishga undash kerak emas deb o'ylayman. Chiroyli sakrash. Real Sam chap tarafdan harakatlanmoqda. Sentrda Aziz Birovning zonasiga yaqin va bundan oqilona foydalandi u. To'g'ridan to'g'ri fight va keyingi ochko Real Sam hisobiga yozildi. Real Sam kutmoqda o'yinchimizning chiqishini. Yo'q. Afsus.
Navbatdagi ochko yo'qotildi. Noto'g'ri chiqish qildi Real Sam hozir. Real Sam o'ng tarafdan Azbiroga push qilmoqchi. Ajoyib harakat. Real Sam yosh bo'lishiga qaramay, notebookda shunday o'yin amalga oshirmoqda aziz do'stlar. Aziz do'stlar, mana shu o'rinda YouTube kanalimiz obunachilari sekinlik bilan bo'lsa-da ko'payib bormoqda, lekin siz ham bunga o'z hissangizni qo'shishingiz mumkin. Kanalimizga obuna bo'lib va videolarimizni direktga chiqishi uchun albatta like bosib, kommentlarda o'z izohingizni yozib qoldirsangiz nur uchun a'loni bo'ladi. Har kuni shunday yangi film lobbylari kanalimizga joylab boriladi. Obunachilarimiz soni 100 taga yetishishi bilanoq ushbu lobbylarni va streamlarni boshlaymiz xudo xolasa. Albatta sizdan men uchun qo'llab-quvvatlash. Real tutmoqda. Amalga oshirmoqchi. Low HP'da qolgan bo'lsa ham aziz biror navbatdagi killni hisobga yozib qo'ymoqda. Noto'g'ri. Mana bu chiqish noto'g'ri. Real Sam bu aynan hozirgi xatoni ikkinchi marta takrorlamoqda. Va aziz birov bundan to'g'ri foydalanadi. Ochkolar farqi kichrayib bormoqda. Biroq ham o'z hisobiga yaxshigina ochkolar yozib bormoqda. Aziz do'stlar, yaxshi Azbro shunday achchiqlanish bilan navbatdagi killni hisobiga yozdi. Haq bermasdan o'ynayapti aziz bro. Umuman Real Sam bu haqida ma'lumotga ega emas. Yaxshi, mana shunday shart berishimiz yo'q. Real Sam uchun yaxshi pozitsiya egallash uchun va ochkoni kiritish uchun yordam beradi. Real Sam juda ham xavfli HP'da. Mana bu sakrash noto'g'ri edi aslida. U risk amalga oshirildi va naklon ochkolarni o'z hisobiga ochko yozadi degandim va Real Sam buni uddaladi. Navbatdagi chiroyli kill. Xo'p, aziz birov nimani kutmoqda? Chiroyli o'yin bo'lyapti, do'stlar. Zarari yetadi darajasi 90 oralarida bo'lmoqda aziz biroda. Yaxshi. Navbatdagi kill. Aziz birov sakrash orqali ikkinchi qurolda Real Sam'imiz damage'lar amalga oshirmoqchi edi, lekin u orqali ochko yo'qotdi. Navbatdagi killni Real Sam o'z hisobiga yozib qo'ymoqda.
solo shaklda mana shunday o'yin o'tkazilganda qandaydir bir zerikarli holat yuzaga keladi. O'yinchilar ko'proq yopiq close fight amalga oshirganligi uchun menimcha ikkala farqi tezlik bilan o'sib bormaydi. Jamoa shaklida o'ynaganda o'yin qisqa va agressiv holatda bo'ladi. O'yinchi ishtirokni tark etmoqda va katta ustunlik bilan Real Sam o'yinda g'alaba qozondi.